Mana shu semetalni 30 million qilsa yo'q deyaptilar. 34 bo'lsa olgin deyaptilar. Kichkina buzoqcha ekan, endi bilmayman nech pulga bitadi bu. Mana shu yerigini 35 ga bermabdilar. Ikkita toza semetal buzoqchalar ekan. Ha? So'radim, so'rab ko'rayim yana. So'rab, agar maqsad so'rab beraman. Ishonmasan menga? Ishonsang bo'ldi, o'zim savdo qilib beraman. Xo'p. Aka 30 ga qo'shaylik bering, 34 lekin baland aytyapsiz. 31 dan siling, aka 31 dan. Oy, aka 31 dan siling. O'ttiz birga berasizmi? 31 ga. Oy, akam 31 ga bering. Mana kichkinasini olib ketamiz. Bering. Vodiydan kelibdilar, vodiyga berib olamiz. Bozorda, aka. Pul chiqqan hisob deysiz-ku. Bering, 31 bo'ldi. Nech pul 32 mi aka oxiri? Ha? 33 mi? Bu nech pulga chiqdi bu? 34,5 ga bermayapsa, semetal buqani, lekin toza ekan jonivor, rosa orqalari ham keng ekan. Haqiqiysi ekan 34,5 ga bitmayapti. 35 mi mo'jal? Bozorchisi bersin, so'ragan bor. Bu ola nech pul ekan bu? Aka mashina olib bering. Nech pulga olib bering? 26 domma, 25 ga beraman. 23 Ana nima qildi? 27 yarim, 23 Bu ham zo'r narsa ekan. bola qala. Anaqa yoqmayapti-da egasiga. Yo'qsa olib beradi. Buni 27,5 ga bermadim deyapsan-ku. Yaxshi narsa kelajagiga. Qimmat 100 ming aylanib ketadi buning hozir. Kelajagi bor-ku, lekin o'zi ani puli ham kelajakni puli bo'lib qolyapti-yu. Bozoring bersin. Endi ani oqqa olib beramizmi? Xotirjon nima qildi? Aylanib ko'ramiz. O'zi 4 ta 5 ta ekan. Ne ko'rib tozasi ko'rdingiz? Ha, yuring, ani oqchi, ani oq. Aka bu nech pulga chiqdi? 28 dollar olib 24,5. Joyida turgan ekan bu. Nech pul qilyapti? 32 taroz qo'ymaganmiz. Mo'jal nech pul? 33 mi? Ham bu ham zo'r ekan. Nech pul ekan bu? 30 kami bor. Nech pul qildi? So'rdi to'g'ri. Bu nech pul ekan Bahrom? Assalomu alaykum. Pulingizni oling, keyin gaplashamiz. Asher. Qanaqasan? Qanaqasiz? Dumsan? Nech pul ekan? 36 kami bor. Bozor nech pul qildi? 32. Bu nima bu? Greyfurtmi? Bu bo'yin bu. Qanba? Bu kalla. Necha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga. Nima bo'lyapti? Qayertasizlar? YouTube'dami? O'zbekistondami? Mashina yo'qsizlar-ku. Nech pul? yo'qsiz. Nech pul qildi deyapsan? Grip yoz. Girib yozga bermading. Yo'q. Yaxshi bo'lgan-ku, ne berma? Molam yomon emas. Bozoring bersin. Nech puldan? 65 ming qo'ydim tarozi. 65 ming balandi. Hamma ayni olib tashing. Sot, kelaman, gaplashamiz. Bu buzoqchalar nech pul ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 20 so'rayapmiz do'za. Nech puldan qildi mashina? 18 so'rdim. Bermadingmi? Buni hammi? Ikkalasi bitta deb so'rasang bo'ladi. Yaxshi molni olibsan. Zo'r. Endi iloji yo'q. Botirjon, ko'ringchi shuni, menga endi mashina ma'qul bo'lib turibdi.
Ana ular juda balandku, boyagi buqalaringiz ham tosh kelsa shundoq keladi-da. Ha? Yeb yaxshi bo'lsa shularni bitirgan yaxshimi deyman-da. Ha, startachi. Nima deysiz? Ha? Bular tez yetilib ham qoladi. Endi bunaqa hamnaqa yirik katta bo'lib ketmasa ham tez pishadi, polvon bo'ladi. Endi so'rayotgan bolalar narxini ko'rdingiz-ku. O'zi bular katta bo'lganda uncha shunaqa narx bo'ladi. Hozir o'zi 4 dona tushibdi ko'rdingiz. Lekin juda baland, agar bu bozor shoshmay qolasiz. Qolasiz shoshmay. O'rada ne bo'lmaydi, mana 8-9 kilolarni ko'ryapmiz-ku. Endi sizcha hali Vistipga olib chiqib chempion bo'lmasangiz ham tirikchilikka bo'laveradi. Ha, Greyfurtlar arzonroq ko'rdingizmi? Boyga 55,5 ga sotgan, bulardan ancha katta edi. Shuni ovurish kerak, nima qilasiz uni? Hali chiroyiga kamida 5-10 million ortiqcha pullarni qilib qo'yasiz. Nima deysiz? Ba'mini nech pulga tushdi? Mandan, do'da. Bu nech pulaga? Akromdan olmadingmi? Kecha qanaqada ko'ruvdim, bozorda ko'ruvdim. Nech pul qilyapti bozor? Savdo qilmadi. Ha, yurchi. Greyfurt qaraymiz sen. Buni nech pul deyapsiz mashina? Mashina zo'r ekan, ha, boya ko'rdik-ku. Sizlardan boqqa bu? Ha. Bu boya ko'rdi, endi boya ko'rsatdim eslasak. 33 ga bermayman deyapti. Bundan oling, bitta yo'dan olinja bo'lmasa. Endi qarang, boya 34 deyapti. Bu Janvar 2 barobar katta-ku-da. Bundan 2 barobar katta, senin tandan. Bo'lmay, o'sha Ayiq bo'lmaydi. ha. Bu bo'lay. Buni nech pul deyapsiz? Oldingizmi? Nech pul bo'ldi? 37,5. Zo'r ekan. Soat yarimga oldim aka, ustiga qo'yib. Mayli. Yosh buzoq ekanmi? Aka siz ko'rib turaman Yo'q, Instagramda. zo'r. Boya ko'ruvdim buni, yaxshi narsa. Torting o'ynashyapti bu. Ketdi. 37,5 ga oldim deyapti. Sotyapsiz buni. Nech pul ekan bu? Bu katta buqalanishga kirib qolibdi-ku bu. Ana mayda buzoqlarga oldiga olib boring. Oyog'im bosdi. Ular sizdan boka? Bu kimdan ekan bu? Ashi ham yaxshi ekan. Qani oyoqlar butun narsa. Yaxshi narsa ekan. Uni yo'masa boyga bittani pishirish kerak edi, bittani yo'qdan olib oling. Hozir yana odam savdo qilyapti. Yo'masa bittani shu yerdan pishdi, yo'masa anaqada o'rniga bitta kichikroq buzoqcha qaraymiz. Ha, pishmasa dema boda, o'sha boya ko'rsatganimiz sizga yoqmadimi? Sizdan boka bu? Nech pul bo'ldi? 27 millionga olishibdi mana Angus. Zo'r Angus olibsiz. Baraka toping. Bular egasi kim ekan bularni? Ana uni bitiramiz hozir. Bu nech pul ekan? 30. Bu nima bu? Aralashdi. Bozor nima qildi? 27,5. Bu yaxshi nega buni boqishgan? 27,5 qilibdi mana Botirjon. 27,5 ga berishmabdi. Bu ham Kami ham bor, ha? ya berishmabdi. Buni ham chatishib qo'ygan anaqa semital qoni bor.
qoni bor simitlar. Endi ana odam nima deyapti? Keyin deyapti. 32 ga beraman deyapti. Endi shoshmang. Lekin men fikrim boshqa narsa. Siz endi aytganingizga borib savdo qildim. Lekin undan o'shani, hozir endi ana savdo tepasida odam turibdi. Agar savdosi pishmasa olamiz, endi ko'ramiz. Lekin mana shu ham yomon narsa emas o'zi. Bola hali pishmagan. Ya ko'rinib turibdi bizo. Buqani ko'rsatgan. Mana shu kalovi 63 millionga bitmayapti. Avlikol toza narsalarga 63 ga bermayapmiz. Ha? Nech pul bo'ldi bu bizocha? 22 dedimi? Nech 22 bo'ldimi? Okey, salom. Qanaqasiz? Ishlaringiz bo'ldimi? Ha. Hop, yotib oldi-yu. Bu qora sizdanmi aka? Sizdan emas? Yaxshiga chachgan ekan. Ha, bu nech pul qolsizlar? 1 bo'lib, bitta ko'zi bor. Ha, Qara ko'radi, ko'zi pardasi ko'radi lekin. ko'zi qara ko'rarkan 31 millionga bitmayaptimi? 31 ga bermayapsan. Ko'zi ko'rgan 31 millionga bermayapti. Bozorni bersin, chiroyli bola ekan. Sizdanmi bu? Sizdanmi? Salom, yaxshimisiz? Obzor qilib sotildi. Nech pul bo'ldi? 62 dan. 62 dan kim sotdi? Arzon bo'pti 62 dan. Rahmat. Sotdingizmi buni? 62 danmi? 62 dan. Skidka bo'ldimi, bo'lmadimi? 300 ming skidkasi. Lekin bu bozorga arzon beribsiz. Zo'r. Olgan ham baraka topsin, puldan pul, lekin uzoq boqilgan bolagan. 1,5 yil boqdingizmi? Lekin hali bunaqa buqa ko'rmadim bu yerda. Zo'r boqib qo'yibsiz, gap yo'q. Nechta? 600-700 ta bordimi? 660 ta. 660 ta. Baraka topdingizmi ish qilib? Nech pulga oluvdingiz? Uzoqligida olganmiz, 19 millionga ikkita olganmiz, 1,5 million. 10 milliondan. Yaxshimi ish qilib? Nech pul bo'ldi shunda? 41 million. Barakasini bersin, lekin chotki boqib qo'yibsiz. Molam jonivor butun ekan. Hali oyog'i ham ketib qolmabdi. Orqa ketib bir xil ekan. Baraka toping puldan. Yaxshi sotibsiz, zo'r. Aka sizlardanmi bu? Nech pul ekan? Nima zot bu? Nima zot bu? Limuzin. Bozor nima qildi? O'zingiz boqqanmisiz? Nech pul bo'lsa berasiz? Necha oylik mashina bolasi? Tishini yorganmi? 30 dan pastmi o'jal? 30 dan pastmi? Pastiga bo'lsa bering, savdo qilaylik. Botirjonga beramiz. Limuzin. 29 qildi deyapsizmi? 29 qildi deyapsizmi? Yaxshi narsa, haqiqatda. Hali limuzin degandek bor-da, jonivor uzunligini qarab. Kelaman, ukam gaplashamiz. Bu kimdan ekan bu? Nech pul so'rayapsiz? 60 so'rayapti. Kiloga, ha? Qasini qilyapsizlar? Kilovnimi? Yaxshi bo'pti, bering. 50 million 500 ga bermayaptilar. Mana bunisi Semital, mana bu Greyford. 50 million 500. Nech pul bo'lsa beraman deyapsiz, aka? Bozoringizda bersin. Sizdan emasmi aka bular? Nech pul deyapsiz? Nima deysiz? 25 dan so'rayapman. Ha, kilo 25 dan, bozor nech pul qildi? Mana qorasi yaxshi ekan. 21 yarim, mana 22 qilyapti. Qiruv chiqibdi-da. 43 dan oshdi. O'jab 45 mi? Soting, barakasini bersin. Bu nech pul deyapsiz aka? Salom alaykum.
24. Bozor nima qildi? 21 million. Galishdi endi bu. Oz emasda. Chatishib qo'yan. Ha. Bu sizdanmi? Tamam. 21 ga bermayapman deyapsizmi shunda? Bu nima deyapsiz aka? 5 ga. Nech pul? 35. Bozor nech pul qoldi? Nima deysiz? Nech puldan? 64 dan so'ragan bo'lsa, aka, yaxshi so'rabdi-ku. Nega bermadi? Ha? 70 dan. Ha, bular bizodi aka, bular boshqa narsa-yu. Mana uni aka bozorda nomer 1 o'sha bu 62 dan berdi, ko'rdingizmi? Boqib qo'ygan o'g'ini. Mana dumg'aza tashlab yuborgan, ko'rdingizmi? So'yadigan 62 dan berdi. Prosta ularga, ya, boqma qimmat, ularga solishtirmaydi. Ular boshqa narsa-da. Ya, ilohim, aka 100 dan soting. Prosta bozor 30 qo'ymang. 8 million bo'pti. Endi ana uni qarang. Ha, 38 million. Qarang, endi uni qarang. Bu kamida 100 kilo qandaqasi bor. Sotdinglarmi buni? Sotmadinglarmi? Nech pulga tushdi? 38 so'raymiz, kamida qaror qilsin. Nech pul qilishdi? 29, 27. Taroz tortmagan sana. Lekin 30 ga olgan odam baraka topadi. 30 ga bersang mol zo'r. Eti ham zo'r ekan. 38 so'raymiz. Bu angus nech pul ekan uka? Nech pul bo'ldi? 31 million 200 ga sotilibdi. Yaxshi toza narsa ekan. Olgan odam baraka topsin. Zo'r mol ekan. Bu katta mol nech pul ekan? 30 million bozor nima qildi? 26,5. Qaragan, haligi aytganimdek yalishdan sifatli jonivor. Shunday katta mol 26,5 qildi. Hali bu semirganda ham baribir qassoblicha unaqa yaxshi ko'rib olmaydi. Bozoringizda bersa, bunisi nech pul ekan? 30 ga. Buni nima qildi? 27 million qiladi. Bu ham toza galishdan ekan 27 millionga bermabdilar. Niye bitishlari zo'r? Ha, yo mol qoshiga ham zo'r keladi. 5 dan ustiga ham chiqib qolsa kerak. Bozoringizni bersin ukam. Bu nech pul ekan? 27 nech pul qotdi? 24 ga bermadingizmi? Shurasi yaxshi ekan buni. Bozoringizda bersin. Mana buni qara, ayu polvon ekan jonivor. Buni oldinglarmi? Nima bo'ldi? Nech pulga chiqdi? Assalomu alaykum. Aka, qanaqasiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Savdo qilyapsizmi? Nech pul qilyapsiz? 62,5. Tarozga nima deyaptilar? 63 deyaptilar. 60 ga so'rang. Mamti buqan ko'rdingizmi boya? 62 dan berganni. Ko'rmadim o'shani. Voy, aka. 62 ga 60 dan qo'yadi. Shunaqa. Beringlar 60. Salom. Yaxshimisiz? Mana shu buqani 62,5 dan bermayaptilar. Jonivor yaxshigina semiz narsa ekan. Egasi 63 deyapti, 5 so'm talashib turishibdi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, mol zo'r ekan. So'yasizmi uni hoji aka? Yaxshi narsa ekan. Zo'r. Bozoringlarni bersin. Bu kimdan ekan bu? Sizdan emas. Nech pul ekan aka? 38. Bozor nima qildi? Nech puldan? 60 yaxshi bo'pti-ku, bermadingizmi? 64 mi bojon? Bozoringizni bersin, soting. Qancha boqdingiz? Tirikchilikmi? 63 ga qolmayapti deng. Kamroq qolyaptimi 63 ga? Yurib qolar xudo xolasa. Qani hali Botirjon antda limuzin bor ekan, o'shani ko'rsa bo'lar ekan. Antda limuzin bor ekan, 10 oylik ekan. U turib ko'rdingizmi? 30 ga bermayman deyapti. Mana mashina. Ko'rasizmi, ko'rish qaytarib turganmi? Ha? Limuzin ham yaxshimi? Zo'r mol. Ko'rvoqing ma'qul kelsa, men boya ko'rdim shuni. O'ting. Siz bilan savdo qilamiz, men bu yoqdan o'tamiz.
Sunnat qaysi buqani olding? Bularnimi? Ha, bu oqqimi necha pul bo'ldi? 35.5. Oyog'ida foyda berishyaptimi? Baraka topgan. Keldi aylanib. Bu kamroq tushdi, ham qimmat bo'ldi. Bular ha? Yo'q, endi ish bitib qoldi. Menimcha mashina bitkizsa kerak. Ha, ko'tarilib ketadi. Lekin Galishten boqamiz-ku. Ulardan nimani foyda bo'ladi qasaba? Bu sizlardanmi? 63 mingdanmi? Siz oldingizmi? 4 kilo skidga 63 mingdan sotilibdi mana bu. Yaxshi narsa ekan, sal qonun kattaroq ekan. Bu nima? 60 mingdan so'rayapsizmi? Bering, yaxshi-yu. Sal ingich. Yo'q. Endi o'zlari bilanlar, lekin sal ingichkaroq ekan bu. Hech bir 61 deyapsizmi? Ha, 60 beraman deyapsizmi? Kelishib qolibsizlar-yu. Lekin ozgina o'rtasini qilib sotib yording, ozgina tursa 5-10 kilo qochib ketaveradi. Sodaylarni bersin. Sizlardanmi? Nech pul ekan bu? Va alaykum assalom. Klient so'ramiz, kami bor to'da. Nima qildi bozor? Bozor tayyorlaydi, kelib jivoyga so'rab ko'rishyapti. Nech pul so'rashyapti? Endi ozg'in mol narxi so'rab. Hamtini abses bo'lgan shekilli. Tabii. Qo'llovni shekilli. Yo'q. Ishxonani boshqalarga orqasidan. Bozor torajga nech pul qildi o'zi shunda? Hamma xalqi 67 dan so'rab turibmiz. 67 dan. 67 dan so'rab. Bozor so'radim bunchadan. Hamma xalqi chiqqani hisobda. Ya, to'g'ri 67 sal bozordan balo. Mana buni 63 dan olgin deyapti. Endi mol sizniki, o'zingiz bilasiz. Shunaqa. Bu mol bilan buni farqi bor. Ha, hep 1-2 ming farqi, hali bozorni o'tkazib qo'ymang. Bozoringizni bersin. Rahmat. Hop. Nima bo'lyapti hoji aka bu? Bitmayaptimi? Bitdimi? Yarim qo'ysa 500 ta. 700 dan teyida kelar jonivor. 350 ming farq qilib qo'yapti. Ha. Bering ukam, ey. Lekin qonni sal kattaroq ekan, bering hozir. Ozgina yarim soat savdo qilsalar sizga 60 ming aylanib qoladi. 7 oy turgan yerda. Ha. 7 oy. Barakasini bersin. Nech pulga oluvdingiz? O'sha olaman. Hozir 62,5 mingdan foyda chiqyaptimi? Foyda. Endi tortsak bilamiz-da. Yaxshi hisobingiz bor-ku, baribir. Xudo xolasa baraka topasiz. Bozoringizni bersin. Bu shvet nech pul ekan? Aka shvet. 28 dan. Bozor nima qildi? Yaxshi mol ekan-a. Nech pul? 25 ming mo'jal. Bozoringizni bersin, yaxshi semiz ekan mol. Ha, buni ko'rgin dedim. Nima bo'ldi mana shu? Ya, u bundan emas, bu boylab turgandan. Oqsil bo'lsa, hozir yopishib boshqachanda, bu prosta boylab turib kalta boylab qo'ygan. Undan emas. Mol lekin yoqdi agar Yo'q, yaxshi bo'ldi. yoqdimi nima deysiz? Lekin limuzin haqiqatda. Sal ingichkaroq, qanaqadir? Oyoqlari o'chirasiz. Oyoqlar qalin ko'ryapsizmi? Oyoqlar hali bu yirik narsa bo'ladi-da. Qarang. Butun narsa. Yoqqan bo'lsa, oling shuni. 30ga bermayman deyapti-yu. Ha, bermadim ben. Savdo qil. Ukam nech pulga chiqdi? Savdo bo'ldimi? Bering, o't bering. Nech pul? 29 deyapsizmi? Ha, yarimmi? Hech qancha qolmabdi-ku, o'raylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz nech pul? 30 bo'lsa olgin deyapsizmi? Yo'q, chiqmaydi. Chiqish qo'ying, ozgina o'ting undan ko'ra, boquvchi ozgina undaq qilsin. Boqamiz bormi? Ha. Postab. Yaxshi ekan mol, yaxshi ekan. Ha, men sizni polni Instagramda ko'rib boraman. Qarang ko'raman ular. Ha. Sizga telefon qildim. Qildingizmi? Oldimmi, ko'tardimmi? Ha. Gaplashdimmi?
bir xilda ko'tarmaysan gapiradi. Gaplashdingiz. Uxlayotganda qilgan bo'lsa Yaxshi kerak edi. oborasiz. Rahmat, ko'ramiz. Kelishib qolibsizlar, bering. Yo'q, ukam akam. Qancha mo'ljal to'g'rimi? Yo'q, sal chiqing yo'q. To'g'rimi ham mo'ljal qo'ring, bularga ozgina o'ting, bular o'sha bilan olib kiryapsizlar. Yo'q, kiras bilan boradi. Ha, lekin hali aytgandek mol chiroyiga pul bo'lyapti. Kepay bilan nimani silos toping. Endi mol zo'r, mana tuyoqlar ham har taraflama zo'r. Biz ham shuni hozir ko'ryapmiz, ukamga ko'ryapmiz, savdo qilayotgan ekansiz, nasib. Oling. Bering mayli. Siz ozgina siylab bering, mayli yarim bo'lmasa ham ozgina siylab bering. Xarajatlarni o'tmang. Bozor ham ukam, mana bozor ham joyiga keldi-da, mana ko'radiganni ko'r bo'ldi narxi. Bering endi. Yo'q, mana aytayapman. Ha, hali ertalab azon bo'lsa, hali narx chiqadi siz. Bering. Nech pul qo'yasiz? Xayr barakasini ozgina kirib o'tdi. Xayr barakasini. 200 ming siylab bering shu. Boya 30 ga bermagan. Bu bozorda, ukam. Ketdi qo'y Bu endi. bozor. O'zi 30 bo'lsa, jek ko'p narsa o'ynamayapti. 200 ming xursand bo'lib qoladilar, bering. 200 ga 30 ga kirib boradi. 30 ga qaradi. 100 ming siylaysizmi? Olsinlar mana 100 ming siylar. Ana bering endi, qaramang. Baraka deng, mayli olib ketsinlar endi. Qiziqibdilar. Aka, oling yaxshi narsa ekan. Sotmadingmi? Hali ham savdo bo'lyaptimi? Nech pulga chiqdi? 32, 200 kam 30 mi? So'yar ekanmi, olib boqar ekanmi? Uyda boqish. Ko'zni ko'rdi olsan-ku. Botirjon ko'rdingizlar mana. Menimcha 35 yarim dedi. Tarozga 59 mingdan aylanibdi. Mol qattim ham semiz ekanligi. Olgan ham sotgan ham baraka topdi. Bo'yis qanaqasi? Oldingizmi? Nima bo'ldi? Oldim, bitta chiqarib yubordim. Chiqarib oldingizmi? Va yana ikkita bo'lsa, Oling, mana mollar turibdi-yu. kecha bordim, borsam ko'rinmadilar, sen kechroq olib qo'yman-da. Yo, men shu yerda edim kecha. Sog' bo'lsinlar, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Tinch bo'ling, ha. Mahmud nech pulga chiqdi bular? Bular 58 qilyapti, Husayn. Kelovini. 58 degani 29 dan bo'lyaptimi? Siz qilyapsizmi? Yo'q. Ne bermading? 60 mingdan tarozga qo'ydim. 60 mingdan? Tarozga qo'ydim. Ber Mahmud, yaxshi bo'pti 60 mingdan. Tortmaganda mayli 60. Semizlari 62 bo'lyapti-da. Shunaqa. Tavakkaliga. Nech pul bo'lsa tarozga beraman deyapsiz. 3 mingdan bo'lsa gapkani qo'yib beraman. Lekin Tortmagandan 60 mingdan sal balandday bularga. shunaqadan sotdim. Mana bozoringdan bersin. Ko'ring, ikkita go'sht Ha. Kelovi ham zo'r ekan lekin. Bu nech pul ekan bu? Ha, o'shandan. Bu ham chatishib qo'yam. Bu toza edi u, ha. Bu nech pul ekan sher bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisan, tuzmisan? 8 so'radim aka kam. Bozor nima so'rayapti? 3,5 qo'ydi aka. 62 tarozi so'rasa. 62 yaxshi uyni bermading. Hali ilmiymiz bunda aka. Dinar balki tortib ko'r. Sizga qanchadan tushadi? Men qo'yirsan, xalqqa sotsinchi. Ha, gapiringlar. Ko'ramiz hozir. Yaxshimisan? Nech pul ekan bu? Nech pul? 25. Bozor nima qildi? 22. Ne berdi? 22 yaxshi. Kecha 91 ga 3 tasini bermading. Nima bo'ldi? Sotyapmi hozir 60 mingdan, 61 ga sotdingmi? Qizillarni 61 ga berdim. Nech pul ekan bu aka? Aka yaxshimisiz, sizmi qanaqa? Nech pul so'rayapsiz? 28 so'rayapti, kami bor. Bozor nech pul qildi aka? 24 yarim to'g'ri kelmadimi? 25 mi? Mo'ljal 25 mi? Bozorni bersan aka, soting. Bu qizil buqani nech pul deyapsiz? 30 bozor nima qildi aka? 25 ga bermabdilar, 30 so'rayaptilar. Ozgina qo'shsa bitib qoladi shekilli. Bozorni bersin. Aka buni nima deyapsiz aka? 25 yaxshi so'raysiz katta narsaga. Bozor nima qildi? 22. Sal yapaloqroq ekanda, lekin katta yirik narsa ekan. Jonivor semirsa ham yirik buqa bo'ladi. Bozorni bersin. 22 sal arzonroq qilibdilar.
Bu nechi pul ekan bu shvedga chatishgan? Nechi pulga bermadingiz? 21 ga bermayman. Ertalab 22. Mana solishtirgan mana. Buni 22 kitdi, boy aytgandek bu sal ingichkaligi bor. Mana bu go'shtdor polvon narsa, bu 21, 1 million farq o'ynayapti. Bozorsiz bersin. Aka nechi pulga chiqdi bu? 20 million 500 bermadingiz. 21 mi bo'jar? Bozoringizni bersin. Bu qora nechi pul ekan aka? Nechi pul deysiz? 17. Bozor nima qildi? 200 pul. 16 million 200 kutdi, 17 so'rayaptilar. Lekin puliga hisob bor. Puliga hisob bor. Ham bo'yi past bo'lgan bilan ham polvon ekan. Bozoringizni bersin. Aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'lasiz? Qanaqa ishlar bo'pti? Salomat bo'ling. Umidjon nima bo'pti? 18,5 Mana shu Umidjonni olib qo'ygin, bu ham ustazodalardan. Bularni otalari mo'min ekan, rosa ko'p mol berganlar bizga. O'zi ham juda yovvosh yigit, mana shu Umidjon bor-ku. Hali qo'yi og'zidan cho'p olmagan, qo'yi o'zini olib ketaveradi, to'g'ri. Ha, Umidjon, bo'shashma, sendan umidlarimiz katta. Ha. Ha. Nech pulga chiqdi Umidjon? Aka nech pul qilyapsiz? Bular 18. Sen nima deyapsan? Qo'shing deyapsan-da har galgida. Mo'jal yarimmi? Buni aka kichkina bo'lgan bilan mo'jali katta buni. Bozoringdan bersin. Bu nima deyapsan? 20 dan emas. Bir tekisni ushlab olsan, nech puldan qildi? 17,5 dan siyladim bir joyda. Bozoringni bersa, 17,5 dan siylasang o'xshaydimi? 18 dan olsam Mana sot bozor. Bozor nima qildi mana shu? Zo'r bo'qayga mana boqishga boru. Tekis kitlari ham, go'sht anaqasi ham, go'shtdorligi ham, eti ham, o'zi ham, bo'yni ham zo'r ekan janob. Turba bo'yin ekan. Mana shunaqa buqani olish kerak, boqishga boru. Olgan odam aniq baraka topadi, hisob bilan olsa. Buni nech pul qildi? 22 ham. 22,5 qildi, baribir yomon emas, 22,5 ga ham zo'r. Agar boquvchi olsa, rost akasimga yaxshi foyda qiladi, mol zo'r ekan. Keyin qo'lini ushlab ol. Aka buni nech pul qilishdi? 22 million so'rayapti. 22 million so'rayapsizmi? Bozor nima qildi? 20 million. 9,5. Katta narsa lekin 20 million. Arzon bo'pti 20 million qilamiz. Mol katta. Bozoringizni bersin. Ukam bu ola nech pulga chiqdi? Yo'q, 24,5 qilyapti, assalomu alaykum. Ber. 25,5 ga bermayapti. Lekin 24,5 zo'r qildi. Hozimdoq ayoldan ko'rib kelyapman. 24,5 ga soat, mana soat ham 12 ga qarab ketyapti. Nimani kutyapsan endi? Ber, yo'q, foyda chiqmayaptimi? Qancha? Yetmay qolyapti. 1 millioncha chiqyaptimi? Yo'q, yetmay qolyapti hozir. O'zim puligami? Qimmatroq qo'yibsan-da. Mayli, endi mol bozor bor-ku. Agar hamma foyda qilsa bor-ku, hamma mol olib sotadi-da. Buni o'ziga yarasha mana shunaqa ishlar bor, shuning uchun hamma qila olmaydi bu ishni. Mayli, iloyim foyda qilgin. Barakani bersin. Sot. Xayrli. Buni 26 deyapsanmi? Sizlarga salom. Qanaqa ish? Bozor nima qildi? Endi olib chiqdi. Yaxshi mol olib kelibsan, xayrli. Savdosini bersin. Nech pul mo'jal? 24 mi? Sal usti bo'lib qoladi, 24 qildi deydi. Bermading. Lekin 24 hisobi bilan bo'lgan. Sal arzonroq olgin-da sen ham. Sot, bozoring bersin. Aka bu ola nech pul ekan? Olani 32 so'rayapman aka. Bozor nima qildi? Bozor beraveradi. Har xil bor. Nech pulga chiqdi? Sherigi boradi. Nimada? Atlet oz qimmat. O'zini nima qiladi? O'zini qimmat bo'lsa 30 dan pastmi? Yaxshi. Yaxshi mol ekan. Bozoringizni bersin. Assalomu Alaykum.
Mana shu molni olib qo'ygan mana hozir shov-shuv bo'lib tolozga qo'yishyapti. Menimcha 60 mingdan siylab bersa kerak deb o'ylayapman. Kelishamiz deyapti narxini. Bir tonna 27 kilo chiqdi jonivor, lekin juda qalin, uzoq boqilgan ekan. Oyog'i og'rib qopti, sal qaytib qo'yadi. Lekin mol polvon. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Hamma ham zo'r ekan, bu kimdan ekan? Mana tekis semirgan ekan jonivor. Boqishga ham zo'r ekan. Barakasini bersin. Bu ham jonivor so'yishga kelib qopti, juda qalin narsa ekan. Oldi ham, orqa hamcha kelishgan narsa ekan. Hali so'ygan qassob ham nazar qilib sotadi go'shini. Juda go'shtdor narsa ekan. Bu sizdanmi aka? Nech pul ekan? 24 kami bu. Nech pul? 24 kami bu. Bozor nima qildi? Nech pul qildi? 21. 21,5 ga bermabdi-da, 22 ekan-da mo'jala. 22 keyingi haftaga so'rayapti bermadi. Ha, bering, keyin hafta uyga olib ketsangiz ham yana o'sha vaqt ketadi, o'sha So'y xarajat. beraman qassobdan. Ha, so'yib olasizmi? Kichkina ekan-da, hali shoshil. Mayli, bozorsiz bersin, soting. Nech pul ekan? 22 kami bu. 22 kami bor ekan mana shu. Yaxshi mol ekan. Bozor nima qildi? 20 million bermadi. 20 millionga bermabdi-la, bozorsiz bersin. Aka nech pul ekan bu? Assalomu alaykum. 28 chiroyli mol ekan-a. Bozor nima qildi? 24,5 qot bermayapsiz. 25 mi bo'jar? Bozorsiz bersin. Bu nech pul bo'ldi? Nech pul so'rayapsan? Nech pul so'rayapsan? Bozor nima qildi aka? 32,5 ga bermabdilar, lekin o'zi ham polvon ekan, ayu polvon narsa ekan, qara. Bozorini bersin. Endi syomka qilib olaylik, narsa qilib. Bu sizdanmi Oqbosh? Nech pul deyapsiz? 32 milliondan so'rayapmiz. Kelavuni bozor nima qildi? Bozor 28,5 milliondan qoldi. Ozgina qo'shsa berib yuborasiz. Bozorsiz bersin. Men qora kimdan ekan? Sizdanmi aka? Oldingizmi sotyapsizmi? Nech pul so'rayapsiz bu galishtenga? 30 ming. 30 ga boyantda ko'ruvdi-ku. Sotmadingizmi? Qorani bilmadingizmi? Bozorsiz bersin. Aka bu nech bo'lagan kichkina? 22. Bozor nima qildi? 18. Bu qozonniki, qozoni Oqboshi bu. 18 ga bermadingizmi? Ishlari yaxshi. Oqsuldan chiqqan ekan jonivori. Xudodan o'tib qoldi, chiqib qoldi. Bozorsiz bersin. Nech pul bor ikkalovin bir joyda? Nech pul? 25 pul. 8 qilayotgan ekan mashina bor-ku. Ham Shvedda. Yaxshi narsa ekan. Zo'r, 25 million 800. Yomon emas. Qalin narsa ekan. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin, yaxshi mol ekan. Ana bittani ko'rib, bittani o'zini olib ketasizmi? 35 ta otgan olib ketmoqchimiz. Bir ko'ring. 21,5 qot bermayapsiz. 22 mi mo'jal? Bozoringizni bersin, chiroyli mol ekan. Mana buzovchani olib qo'y. Kuningizga ma'qul bergan. Aka nech pul ekan bu buzovchi? 20 million so'rayapmiz. Bozor nima qildi? 18 million 600 ga bermabdilar. 19 mi mo'jal? Soting, bozoringizni bersin. Chiqyapti-da. O'shanda bambi bor ichida.
Mana shu ham bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q, krassiya bilan bo'ldi-ku, ona. Ha, mana bu yashilda, ha, 4 tasi. 30 Ya'ni yotgan, ha. 36 million 250 dan deysiz. Sotsizmi 35 ga? Samarqand katta qo'rg'on. 35 million bo'pti mana bunisi. 5 ta Samarqandga ketdi katta qo'rg'onlik bolalarga. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, boya ko'ruvdim. Chiroyli buqalagan, haqiqat toza narsalagan. Yaxshi fermadan chiqqanda o'zi. Ha, yo ko'rinib turibdi, mollar zo'r. Soting qolganini ham, bozorda bersin. Shu yerdaman. Buni oldingizmi ukam? Buni sotamiz. Necha pul so'rayapsiz? 20? 20. Bozor nima qildi, naqilmi? Bu angusmi? Angus. Necha pul qildi bozor? 16-17 bermoqchi, qattiq boylar bor, lekin siqilib qolmaydimi? Bular necha pul so'rayapsizlar? Sizlardanmi? 24 dan. Bozor nima qildi? Kelishtirib beragan 24 dan so'rayapti. 21 qilgan bo'lsa kerak bozor. Ha, bozorini bersin. Alaykum assalom. Qanaqa ishlar? Bo'ptimi? Charchavasdan. Oldingmi? Yo'q, ko'raverdim. Ha, olmadingmi hali? Yaxshi mollarga. Bu buzoqchalar necha puldan so'rayapsiz? 23 dan 25 gacha. Bular sotildimi men bular? Necha puldan ketdi shular? 23, 24, 22. Men bular 23, 24 ham 22 ham sotildi. Men bularni necha pul so'rayapsiz shunda? 23 dan 25. 23 dan 25 gacha. Bozoringizni bersin, soting qolganini ham. Kimdan ekan bular? Bularni oldinglarmi aka? Oldingizmi? Sotdik. Necha puldan sotdingiz? 3tasi, ha? Ha, mana ikkitasi 47,5 bo'libdi. Shunda 23 million. 23 million 750 dan bo'libdi. Mana ikkitasi 47,5 bo'libdi. Ha, ularni bilmayman, ularni. Mana buni hozir egasi yetib ketdi. Qanaqa ishlar? Sizlarmi bular? Ha, bizdan bolalar sotdi. Ha, yo'q, 47,5 sotdim. Mani ikkitani ham 53,5 bo'ldi. Mana ikkita 53,5 bo'libdi mana. Bular yaxshi bo'ldi. 53,5 bo'ldi. Ikkalasi. Ha. 6 million farq qilyapti, ani katta deyman bir narsa. Masalan, ha, sotibdi. Ha? 36 million 250 dan sotibdi.